Gapingga tushunmadim. Bu nima deganing? Haligi nima desam ekan? Shu sovchi qo'ygan odam Xo'p, kim ekan gapirsang-chi? Kamron aka ekan. Nima? Nima deding tushunmadim. Kamron aka senga sovchi qo'ydimi? Sendan so'rayapman, Guli, gapirsang-chi. Men ham eshitib hayratda qoldim. Boya uyga dadasi kelib ketibdi. Oyim aytganlarida eshitib qoldim. Juda g'alati bo'ldim. Shunga senga ham aytib qo'yay degandim. Shirin, eshityapsanmi? Ha, eshityapman. Yig'layapsanmi? Yo'q. O'zi qayerdan ham senga aytish kerak deb o'ylab qoldim. Hayronman. Endi-chi? Endi nima bo'ladi? Nima bo'ladi deyapman, rozilik berasanmi? Shirin, seni xafa qilib qo'ydimmi? Keyinroq gaplashaylik. Mayli.